Bismillahirrahmanirrahim. Duayı Qunut, Ruku ve Secde. 1961. hadis. Enes radıyallahu anhu mundaq deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qarilerden teşkil tapkan 70 kişilik eteretine bir iş üçün bir yerge evetken idi. Beni Sulaym kabilesi tabi Re'il ve Zekvan isimli küçük mahallinin adamları Ma'una kudukunun yanında onlarının aldığını tostu. Eteretkiler onlarga Allah Ta'ala'nın namından qasam kılımız ki biz sizlerge çakılışmaksız gelmedik. Belki biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir üçün bu yerden ötüp ketyatımız dedi. Amma qabil adamları ularning so'ziga parvo qilmay ularni o'ldirib etdi. Shuning bilan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir oy bo'yicha bomdod namozida ularga beddua qildi. Shundan boshlab qunut boshlandi. Undan burun biz qunut o'qimaydik. Abdulaziz bundaq deydi. Bir kishi Anas radhiyallohu anhudan qunut qiroatdan keyin o'qilamdi yoki rukudan keyin deb so'ragan edi. U javob berib, yo'q, qiroatdan keyin dedi. Buxoriy 488 hadis. 1962 hadis. Asim bundaq deydi. Men Anas ibn Malikdan qunut o'qish haqida so'rasam, u qunut o'qish bor edi dedi. Men qunut duosi rukudan ilgirmi yoki keyinmi deb so'ragan edim, u rukudan ilgari dedi. Men Falani sana men senin rukudun keyin gelken aytditsam Anas radhiyallohu anhu u yolg'on aytibdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rukudun keyin faqat bir oylik qunut o'qigan. Mening bilishimcha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qarilar deb atalgan 70 ta kishidan tarkib topgan bir atratni tashkillab Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den arasında kelishim var bir turkum mushriklarni da'vat qilish uchun avatgan edi. Atrat ularning yoniga yetib kelishdan burun boshqa mushriklar tarafidan o'ldirildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mana shu chaqda bir oy qunut o'qib ularga beddua qilgan dedi. Buxoriy 1002 hadis. 1963 hadis. İbn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir ay bo'yicha peshin asr shomdan va bundan ya'ni hamma namozning oxirida qunut o'qiydi. Oxirgi rakatda rukudan beshini ko'tarib sami Allohu liman hamida deb arqasida Bani Sulaym qabilasining Re'il, Zakvan va Usayya jamoatlariga beddua qildi. Arqasida turganlar har duodan keyin amin deydi. Abu Dawud 1943 hadis. Albani Hasan degan. 1964 hadis. Xufaf ibn İmar radhiyallohu anhu mundaq deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rukudan keyin beshini ko'tarib G'afar aholisini Alloh mag'firat qilsin, Aslam aholisini Alloh mag'firat qilsin, Usayya aholisi Allah ve Allah'ın Resulü asilik qildi. Ey Allah Bani Lihyan, Re'lan ve Zekvan la'nat qilgan dedi. Undan keyin sajdaga bordi. Xufaf mundaq deydi. Namozda kafirlarga duo qilish undan boshlangan edi. Muslim 679 hadis. 1965 hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhudan yuqorida o'xshash rivoyat qilgan bo'lib, uning oxirida mundaq deyilgan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ularga bir oy beddua qilgandan keyin Allah subhanahu va taolo bu oyatni nazil qilgan. Ey Muhammad, hech ish, ya'ni bandalarning ishlarining tadbiri sening ixtiyoringda emas. Allah ya ularning musulmon bo'lsa tavbasini qabul qiladi. Ya ular zolim bo'lganlik uchun kufr qilsa ularni azob qiladi. Buxoriy 7346 hadis. 1966 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beshini rukudan ko'tarib mundaq duo qildi. Ey Allah, Velid ibn Velid, Salama ibn Hisham, Ayyash ibn Abu Rabi'a qatorliqlarni va Makkadagi aciz musulmonlarni qutqizgan. Ey Allah, Muzar qabilasiga azobini qattiq qilgan. Ularning Yusuf alayhissalomning davrida yuz bergan ocharchilikdek ocharchilik qilgan. Buxoriy 602 hadis. 1967 hadis. Yana bir rivoyatda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin bu duosi bomdod namozida edi deyilgan. Buxoriy 560 hadis. Yana bir rivoyatda xuddi namozda edi deyilgan. Buxoriy 693 hadis. 1969 hadis. Boshqa bir rivoyat kelishicha Abu Hurayra radhiyallohu anhu undan keyin men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ning bu duoni qilganini ko'rmadim va Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem endi bu duoni qilmaydigan o'xshaydi deb o'yladim deganida bir sonunğa shundan keyin ularning mushriklardan qutulib Madinaga kelganligini ko'rmaganmiding dedi. Muslim 675 hadis. 1471 hadis. Abu Malik Ashja'i mundaq deydi. Men dadamdan ey dada, sen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ning shundaqla Abu Bakr, Ömer ve Osman radhiyallohu anhumlarning orqasida namoz o'qidim. Undan boshqa Kufada Ali radhiyallohu anhuning orqasida 5 yil namoz o'qidim. Ular qunut duosini o'qidi deb so'radim. Dadam, ey o'g'lim, bu qunut duosi keyin paydo bo'lgan edi dedi. Termizi 202 hadis. Albani Sahih degan. 1972 hadis. Nafi radhiyallohu anhuma mundaq deydi. Abdullah ibn Ömer radhiyallohu anhu hech qanday namozda qunut duosini o'qimaydi. Malik 379 hadis.
1973 hadis Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan bunday rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam taki vafot bo'lguncha bomdod namozida qunut duosini o'qigan. Ahmad 12346 hadis va bizlar Haysami bu hadisni Imom Ahmad va bizlar rivoyat qilgan bo'lib, raviylar ishonchlidir degan. 1474 hadis Anas radhiyallohu anhudan bunday rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Abu Bakr va Umar radhiyallohu anhumalar qunut duosini taki vafot bo'lguncha o'qigan. Bizlar 556 hadis 1475 hadis Hasan ibn Ali radhiyallohu anhuma bunday deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam menga vitr namozida o'qish uchun bir qancha kalima aytib qo'ygan. Ibn Javvas ya'ni vitr namozining qonun duosini aytib qo'ydi demoqchi. Bu kelimeler Allahümme ehdini fimen hadeyt ve afini fimen afeyt ve tevelleni fimen tevelleyt ve barik li fima a'teyt ve qini şerri ma qadeyt inneke taqdi ve la yuqda aleyk innehu la yazillu men valeyt ve la ya'izzu men adeyt tebarekte Rabbena ve Teala degende ibarettir. Tercümesi Allah meni sen hidayet kılanlar qatarı hidayet kılgan, bana sen saf qata kılanlar qatarı saf qata kılgan, meni sen himaya kılanlar qatarı himaya kılgan. Bergen nimetleringde bana berke taqılgan, sen taqdir kılgan işlerinin şerrinden meni saqlagan. Hakikaten sen mutlaq xahiş edilsen, sana şerik bolğusu yoktur. Sen aziz kılanını kollanmaydı, sen xorluğanını hiç kim aziz kılanmaydı. Ey Perverdigarimiz, sen ulug'larning ulug'isan. Abu Davud 1425 hadis 1476 hadis Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu bunday rivoyat qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vitr namozida Allohumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik ve a'udhu bi mu'afatika min uqubatik ve a'udhu bika minka la uhsi sana'an alayka anta kama asnayta ala nafsik deb duo qildi. Tarjimasi: Ey Allah, sening razılığını ümit qilaman, razılığından panoh tilayman, gunohdan saqlashingni ümit qilaman, jazolashingdan panoh tilayman, yordamingga sig'inib qo'llashingdan panoh tilayman. Sana sansanaqsiz hamda istammo, sana loyiq hamda ishdan ojizman. Albani sahih ekan. 1477 hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizga namoz o'qishni o'rgatib, qo'lini ko'tarib namoz qilib qoldi. Ruku qilganda ikki qo'lini ikkidan orasiga turdi dedi. Bu so'z Sa'd ketganda Sa'd qarnishim to'g'ri debdi. Biz shunday qildik. Rukudan keyin Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizni ruku qilganda tizlarimizni turish buyurgan dedi. Abu Davud 747 hadis 1478 hadis Abu Abdurrahman Sulami mundaq deydi. Ömer radhiyallohu anhu ruku qilganda sizni turish sunnatdir dedi. Nasai 1035 hadis 1480 hadis Bara radhiyallohu anhu da rivoyat qilindiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Sajda qilganda ikki halqani yerga qo'yib, bilakni yerdan ko'tarib turinglar. Muslim 494 hadis 1481 hadis Abu Usaq radhiyallohu anhu mundaq rivoyat qildi. Ben Bara ibn Azib'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin secde kılganda yüzünü nerede koyduğunu soruydum. O iki halkının oturusunu koyattı dedi. Tirmizi 271 hadis 1482 hadis Meymune radhiyallohu anha mundaq rivoyat qildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem secde kılganda qo'ltiqdan bir qo'z muhabbat etdi. Muslim 496 hadis 1483 hadis Yana bir rivoyatda munolar qo'shib zikr qilingan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tashahhudda sol yurtining ustida o'tiradi. Muslim 497 hadis 1487 hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilindiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Sajda qilganda to'yga o'xshash cho'kmay, qo'linglarni tizinglardan burun qo'yinglar. Abu Davud 840 hadis 1489 hadis Amir ibn Said ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhu dadasidan mundaq rivoyat qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sajdada ikki qo'lini yere qo'yishga va ikkisini tiklashga buyurdi. Tirmizi 277 hadis 1490 hadis Muhammad ibn Umar ibn Ata mundaq deydi: Men Abu Umayd Sa'idiyning Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Abu Qatada qatorliq 10 sahobasining ichidan mundaq deyilgan olgan edim. Men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning namozini sizlarga qaraganda yaxshiroq bilaman. Olgan mas'ul savdo qandoqlik undaq bo'lg'idek. Alloh taolaning nomi bilan qasamki, sen uningga bizdan ko'p ergashmagan va bizdan burun sahob bo'lmagan tursang, deyishdi. Abu Umayd aytqaninglar to'g'ri. Ular undaqda qana aytib baqqan dedi. Ular Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam namoz o'qiganda qo'lini ikki mo'risining barobarida ko'tarib takbir bilan boshlaydi. Qaddini butun a'zolari joyiga kelgidek turib turib, ondan oyatlarni o'qiydi. Ondan takbir aytib, qo'lini ikki mo'risining barobarida ko'taradi. Ondan ruku qilib, ikki olqinini ikki tizining ustiga qo'yadi.
Beşini ya sangıltolmay yoki bek ko'tarolmay dumbisini tutdi. Ondan beşini ko'tarib sami Allohu liman hamida deydi ve ikki qo'lini ikki mo'risining barobarida ko'tarib qaddini rostlaydi. Ondan ikki takbir aytib sajdaga boratdi. Qo'lini ikki biqindan ayirib tutdi. Ondan sajdadan beşini ko'tarib so'l putini yenicha yotqizib uning ustida o'ltiratdi. Sajda qilganda barmoqlarini o'chib tutatdi, ya'ni yumib olmaydi. Ondan takbir aytib beşini sajdadan ko'taratdi va so'l putini yenicha yotqizib uning ustiga butun a'zolari joyiga kelgudek holatda tuz o'ltiratdi. İkinci secdede shundoq qiladi. Ondan ikkinchi rakatga o'rnidan tursa, namozni boshlagan vaqt takbirga o'xshash takbir aytib, qo'lini ikki mo'risining barobarida ko'taradi. Namozining qolgan rakatlarini shundoq o'qiydi. 4 rakatlik namozning eng oxirgi rakatdagi tashahhudda so'l putini yon tarafga chiqarib, so'l sag'risini yerga qo'yib o'ltiradi. Sahobalar rost aytding, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam namozni shundoq o'qiydi deyishdi. Abu Davud rivoyat qilgan. Albani sahih degan. 1991 hadis. Yani bir rivayette mundaq deyilgan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ruku qilganda ikki qo'lini ikki tiziga qo'yib, barmoqlarini arash tutdi. Dumbisini tuz qiladi. Beshini ichiga yuvolmaydi. Ikki rakatdan keyin tashahhudda o'ltirganda so'l putining ustida o'ltirib, o'ng putini tiklaydi. 4-rakatdan keyin tashahhudga o'ltirganda so'l yonbishini yerga tekkizib, ikki putini yon tarafga chiqarib o'ltiradi. Abu Davud rivoyat qilgan. Albani sahih degan. 1992 hadis. Yani bir rivayette sejdede qo'lini bakmi yig'olmay, bakmi yevolmay, o'ttiral qo'yatdi va barmoqlarini qibla qaratdi deyilgan. Abu Davud rivoyat qilgan. Albani sahih degan. 1993 hadis. Yani bir rivayette undan keyin sajda qilib, burni va peshonasini yerga qo'yatdi. Ikki qo'lini ikki qo'ltiqdan yiroq qilib, ikki alqinini do'lusining barobarida tutdi. Sajdadan beshini ko'targanda ikki sajda orasida toki uyga ugillari o'z o'rniga to'liq tushgunga qadar rus o'ltiratdi. Sejdini qilib bo'lgandan keyin so'l putini yotqizib, o'ng putining barmoqlarini qiblaga qaratib, so'l putining ustida o'ltiratdi. O'ng alqinini o'ng putining ustiga, so'l alqinini so'l putining ustiga qo'yatdi va ko'rsatkich barmoqi bilan ishorat qiladi deyilgan. Abu Davud rivoyat qilgan. Albani sahih degan. 1995 hadis. Buxoriyning rivoyatida sajdadan beshini ko'targanda ugillari joy-joyiga to'liq tushishga tuz o'ltiratdi deyilgan. Buxoriy 828 hadis. 1996 hadis. Yusuf ibn Mahik Hakim radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qildi. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga rukudan boshini ko'targandan keyin bir oz qiyomda turib, ondan sajdaga berishga bayat qildim. Nasoiy 1884 hadis. Albani sanadi sahih degan. 1998 hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhuma mundoq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam namozda qo'liga tayinib o'tirishdan to'sgan. Abu Davud 992 hadis. Albani sahih degan. 1999 hadis. Rezinning rivoyatida bular rivoyat qilib ziyorat qilgan. İbn Ömer radhiyallohu anhuma bir kishining namozda so'l qo'lini orqaga qo'yib o'tirganligini ko'rib, bundoq o'ltirganlar azoblanadi degan. Rezin rivoyat qilgan. 1501 hadis. Nafi radhiyallohu anhu mundoq deydi. Abdullah ibn Ömer radhiyallohu anhuma sajda qilganda ikki alqinni peshonasini qo'ygan yere qo'yatdi. Avaqat so'q bir kuni uning ikki qo'lini kiyimining sirtiga chiqarib, ushoq tashlarning ustiga qo'yganligini ko'rdim. Malik 290 hadis. 1502 hadis. Majja'a ibn Zahir mundoq deydi. Rizvan bayitiga qatnashganlardan Uthman ibn Avs ismli bir kishining tizi og'riydi. Şuna tizining ostiga takya qo'yib, ondan sajda qiladi. Buxoriy 1174 hadis. 1503 hadis. Nafi radhiyallohu anhu mundoq deydi. Abdullah ibn Ömer radhiyallohu anhuma agar kasal kishi sajda qilolmasa, beshi bilan ishorat qiladi, uning peshonasiga bir narsa tekkizishning hojati yo'q dedi. Malik 405 hadis. 1504 hadis. İbn Abbas radhiyallohu anhuma rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "Men 7 a'zoyim bilan sajda qilishga kiyimimni va chechimni yig'ib olmaslikka buyurildim." Muslim 490 hadis. 1505 hadis. Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "Banda sajda qilsa 7 a'zosi uning bilan birga sajda qiladi. Ular yuzi, ikki alqini, ikki tizi va ikki puti qatorliqlar." Muslim 491 hadis. 1506 hadis. Abu Mas'ud Ansari radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "Ruku va sajdada dumbi ruslanmagacha, ya'ni bel tuzilmaguncha namoz ado topgan bo'lmaydi." Tirmiziy 265 hadis. Albani sahih degan.
1507 hadis. Nu'man ibn Murra radhiyallohu anhu mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aroq ichganlarga, o'g'irlik qilganlarga, zina qilganlarga qanday qaraysizlar deb so'radi. Bu vaqtda bular to'g'risida tifi oyat nozil bo'lmagan edi. Ular Alloh va Allohning rasuli bilguvchidir dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ular qabih, hazil ishlar bo'lib, hammasi jazo bor. O'g'rining eng yomoni namoz o'g'risidir dedi. Ular ey Rasululloh, namoz o'g'risi qanday bo'ladi deb so'ragan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u ruku yoki sajdadan to'liq qilmaydi dedi. Malik 3 hadis. 1508 hadis. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu mundaq deydi. Men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning namoziga o'xshash ixcham va to'liq namozni boshqa bir kishining keyin o'qib boqmadim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sami Allohu liman hamida deb rukudan turgandan keyin xeyli uzun o'rtatdi. Hatto biz uni sajdadan unutib qoldimikin deb qo'ydik. Ondan u Allohu akbar deb sajdaga boratdi. Biz sajdani birinchi sajdadan keyin 5ni ko'targandan keyin ikkinchi sajdaga berishdan burun xeyli uzun o'rtatdi. Hatto biz uni ikkinchi sajdadan unutib qolgan o'xshaydi deb qo'ydik. Abu Davud 853 hadis, Albani sahih degan. 1509 hadis. Abu Qalaba radhiyallohu anhu mundaq deydi. Malik ibn Uwais do'stlarga men sizlarga Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning namozini tasvirlab beraymi? Gerçi namoz vaqti bo'lmasmi, ammo u namozga turdi. Allohu akbar deb ruku bordi. Rukudan 5ni ko'tarib azroq turib sajdaga bordi. Ondan keyin 5ni ko'tarib ikki sajdaning oralig'ida azroq o'ltirdi. Abu Qalaba mundaq deydi. U namozni bizning shayximiz Amr ibn Salamaga o'xshash o'qidi. Ayyub mundaq deydi. Malik shundoq bir ishni qilgan ediki, men bundan burun boshqalarning bu ishni qilganini ko'rmagan edim. U 3-rakatdimi va 4-rakatdimi o'ltirdi. Buxoriy 819 hadis. Ya'ni 3-rakatning oxirida sajda qilib bo'lib, 4-rakatga turish uchun o'rnidan turganda azroq o'ltirib, ondan qo'patdi. 4-rakatda tashahhud uchun o'ltirdi. 1510 hadis. Yana bir rivoyatda u bizning bu shayximiz Abu Buraydaga o'xshash namoz o'qib berdi. Abu Burayda ikkinchi sajdadan 5ni ko'targanda rahat o'ltirib, ondan qo'patdi deyilgan. Buxoriy 802 hadis. 1511 hadis. Rifa'a ibn Rafi radhiyallohu anhu mundaq rivoyat qildi. Bir kuni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam masjidda bir o'tirdik. Badaviyga o'xshash bir kishi kelib namozni yengil o'qigandan keyin Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam salom berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam salomni qaytargandan keyin namozni qayta o'qigan, chunki sen namoz o'qimading dedi. U namozni qayta o'qigandan keyin Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga salom berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam salomni qaytargandan keyin namozni qayta o'qigan, chunki sen namoz o'qimading dedi. Shunda qilib u ahvol 2 yoki 3 qatim takrorlandi. U har qatim namoz o'qib bo'lgandan keyin Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga salom qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning har salomini qaytargandan keyin namozni qayta o'qigan, chunki sen namoz o'qimading dedi. Buni ko'rgan jamoat yengil o'qilgan namozning namoz bo'lmay qolishidan qo'rqdi va u ularga bek ig'ir tuyuldi. Oxirida u kishi "Menga o'gitib qo'ygan, men bir insonman, to'g'ri yoki xato qilib qo'yman" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "To'g'ri aytding. Namoz o'qimoqchi bo'lsang, Alloh taolo buyurgandek tahorat olgin. Ondan azon va takbir o'qib namozga turgin. Agar Qur'onni yodqa bilsang, Qur'on o'qigin. Agar yodqa bilmasang, Alloh taologa hamd takbir tahlil aytib, rukuga borgin va rukuni joyida ado qil. Undan keyin rukudan 5ni ko'tarib, bilan ravus tuzangiz o'tirgin. Undan keyin sajdaga borgin va sajdani joyida ado qil. Sajdadan 5ni ko'targandan keyin ravus o'tirib, ondan o'rnidan turgin. Agar shunday qilsang, namozing to'liq bo'ladi. Agar uningdan bir narsa naqs bo'lsa, namozing naqs bo'lib qoladi. Ravi mundaq deydi. Bu ular uchun burunqidan ko'payib bo'ldi. Chunki buning asosan namozning bir foiziga daxl etilgan kishining namozi butunlay zoyi bo'lib ketmaydi. Faqatla kamchil bo'lib qoladi. Termiziy 302 hadis, Albani sahih degan. 1512 hadis. Muarib ibn Tisar mundaq deydi. Uzayfa radhiyallohu anhu namoz o'qiyotgan bir kishining qiyomda rusturmoqligini ko'rdi va u kishi namozdan fara bo'lganda "Sening dumang og'rimdi" deb so'radi. U kishi "Yo'q" deb javob berdi. Uzayfa "Agar sen mushbiti vafot bo'lib ketsang, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatiga xilof qilganingda vafot bo'lib ketsan" dedi. Razin rivoyat qilgan. 1513 hadis. Zayd ibn Vahbdan rivoyat qilindiki, Uzayfa radhiyallohu anhu bir kishining namozini 4 cho'qib o'qiganligini ko'rib, uningdan "Sen qachondan beri namoz mushtaq o'qiyotsan" deb so'radi. U kishi 40 yildan beri dedi. Uzayfa radhiyallohu anhu "Sen 40 yildan beri namoz o'qimabsan. Navoda sen namozni mushtaq o'qigani olib o'lib ketsan,
Albatta, Muhammad sallallohu alayhi vasallamning sunnatiga xiloflik qilgan holda o'lib ketgan bo'lasan, dedi. Nasoiy 1312-hadis. Albani sanadi sahih degan. 1514-hadis. Ibn Abbos radhiyallohu anhu bunday rivoyat qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam rukuda dumbisiga suv qo'ysa to'kilib ketmagidek darajada tuz turardi. Al-Kabir 12781-hadis va Mavsili. 1515-hadis. Ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: kimki burni bilan peshonasini yerga tekkizmay sajda qilsa, namozi namoz bo'lmaydi. Al-Kabir 11907-hadis. Al-Awsat